Jizzax viloyatining G'allorol tumanidagi Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti markazi tajriba dalasida 2025-yil hosili uchun lalmikor yer maydonlarida no'xat yetishtirishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash va mineral o'g'itlardan oqilona foydalanish mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. No'xat O'zbekistonda keng tarqalgan dukkakli don ekini bo'lib, doni tarkibida 25-30% oqsil, 4-7% gacha yog', 47-60% azotsiz ekstratlanadigan moddalar, 4-12% gacha sellyuloza, vitamin B1 hamda madanli tuzlar bo'lib, ozuqa sifatida muhim ahamiyatga ega. Almashda ekishdan samarali bo'lgan no'xat tuproqni azotga to'yintiradi. U dukkakli don ekinlari orasida lalmikorlikda eng yuqori, gektaridan 10-12 sentnergacha hosil beradi. Mana bu yaratib berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, lalmi yerlarda yuqori hosil olish harakatidamiz. Xudo xolasa, hosillarimiz yomon emas, urug'lar yaxshi chiqqan. Agrotexnik ishlarni, kultivatsiya ishlarini, yaxshi 2-3 marta suspenziya ishlarini, bargdan oziqlantirish ishlarini olib boryapmiz. Avvallari 300 kilo, 500 kilogacha olardik. Xudo xolasa bu agrotexnik ishlarni samarasini beryapti. 10 sentlarga, 11 sentlarga yetkazish reja qilib turibmiz hozir. No'xatning vatani yog'in ko'p yog'adigan Tojikiston va O'zbekistonning tog'li lalmi hududlari deb tan olingan. Seminarda no'xat urug'ini yerga qadashdan hosil yig'ib olinguniga qadar beriladigan ishlov va o'g'itlash masalalari aniq misollarda ko'rsatib berildi. Mazkur seminar mamlakatimizning barcha viloyatlaridan kelgan qishloq xo'jaligi mas'ul xodimlari va fermerlar uchun muhim dastur bo'ldi deyish mumkin.